Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Agar bu oilaning uyida umuman pul bo'lmasa, katta seyf ichida to'la pul bor. Shuni hammasini ularga beramiz. Oyog'ingizga nima bo'lgan? Senga Hayotdagi eng katta orzungiz nima? yurib ketishim. Qishki kuni sovqatib, oyoqlarim og'rib chiqaman. Uyingiz qanaqa bo'lishini orzu qilasiz? Chiroyli, issiqqina, ko'rkam bo'lishni. Ko'proq qanaqa ovqatlar yeysizlar? Tuxum, Tuxum. Obedda nima yeysiz? Kechquruncha. kolbasa, Go'shtli ovqatlar yeysizlarmi? har zapda, Qachon? har zapda. Ora-orada. Do'konlarim aylanishga ko'p joylarga ketadi, borolmayman. Shuning uchun do'konlarim bilan birga yurishimni, chopishimni xohlayman. Bolalaringiz uchun, o'zingiz uchun bozorga tushib oxirgi marta nima sotib oldingiz? Eslolmayman. Islomiysiz? Qanaqadir kiyim O'g'limga kiyim qilib beraman oxirgi marta. Ana tug'ilgan kuniga aya kiyim qilib bering dedi. Futbolka olib bergandim. 1-2 oy bo'ldi bunga. Hozir uyingizda taxminan qancha pul bor? Hozircha u kecha kimdir narsasini tikuvdim, ancha bo'lib ketdi. Shuni tashlagan ekan 100 ming kartada kecha produktda qilib keldik. Juda pul. Yo'q, umuman. Bozorda uyga produktni qachon qildingiz? Bozor chiqmaganman ancha. Ro'zg'orlik qanaqa bo'lyapti? Kartoshka, go'sht, sol. Go'sht olib kelmaymiz, magazindan kartoshka, piyoz, tuxum keraklicha amallab olib turamiz. Sizlar kichkinagina sovg'am bor edi, ko'zinglarni yopib tura olasizlarmi? Ko'zingiz qattiq yoping. Men o'zim ochinglar deganimda ochasiz, ungacha yopib turing. Siz ham yopib turing. Bo'ldi, ko'zinglarni ochaveringlar. Bujon, mana shu qutining ichida sizlarga sovg'a bor. Keling, o'zingiz oching. Rahmat. Bu yerda 50 million pul bor, hammasi sizga. Baraka topinglar. Shu pullarni ham qabul qilib olasizlar, uyinglarni ta'mirlashga, mana shu qizingizni davolanishiga, hammasiga ishlatasizlar. Mana. Oling. Oling, ozgina og'irroq. Mayli, oling. Ko'taring. Ishlatasizlar. Xudo xolasa. Mana. Bu ham sizga oling. Ishlatasiz. Alloh bergan kuni bugun ekanda. Alloh o'zi bugun yetkazgan ekan. Shunaqa bo'ldi. Shuncha qiyinchiliklaringizdan keyin mana yorug' kun, bir kunni o'zida Alloh yetkazib qo'ydi. Qarang, Alloh qanchalik mehribon.